Oylik to'lovlari kamroq chiqsin degan akalarimiz uchun boshlang'ich to'lovga $8000 bilan 7 o'rindiqli kattagina crossover Jetour X70 avtomobilini bitta pasport evaziga hech qanday rasmiy daromadsiz xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Shu videoga bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Salon qismi 80% sifatli ekoko'ja bilan jihozlangan kattagina panorama tom, besprovодной zaryadnik, 2 xil yurish rejimiga ega EcoSport. Skoroslari joystick, barda esa xolodilnik, yo'lda monitor, rulda cruise control, 2 tomonlama iqlim nazorati. Xullas, siz so'ragan ushbu avtomobilda hamma narsa mavjud. Bu mashinamiz 7 o'rindiqli crossover bo'lishiga qaramasdan, orqa o'rindig'i ham anchagina keng. Mazza qilib yotib ketsangiz bo'ladi. Boshiga $8000 to'lov bilan 5 yilgacha avtokredit asosida bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Oylik to'lovlar sizga qiziqmi? Kommentariyada X70 so'zini yozib qoldiring. Yoki bo'lmasam pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz ham to'liq ma'lumotlarni berishadi. Xohlasangiz lokatsiyani ham tashab berishadi. Bizning manzil Namangan shahar, Yangi bozor Promzonaning yo'lida. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Tan narxi ham unaqa qimmat emas. 7 o'rindiqli Jetour X70 avtomobil.